Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mening ism familiyam Abdulhamid Abdug'afforov. Men Andijon shahridanman. Saudiya Arabistonda 2018-yildan beri boshlab hozir mana 2025-yilgacha davom etib kelyapmiz, alhamdulillah. Ishimni juda sevaman va ziyoratchilarga xizmat qilishlik biz uchun sharaf deb bilamiz. Endi har bir ishda qiyinchilik bo'lgandek, bu umra ishida ham biroz mushkulotlar bo'ladi, lekin Ka'ba muazzamani bir ko'rganda hamma qiyinchiliklar esdan chiqib ketadi. Mening eng kuchli mahoratim ziyoratchilarimiz safarga keladi. Mana bir problema kirib qolgan holatda ularga tezda bartaraf qilib muammosini hal qilishlik. O'zimdan taxtikamdan chiqib kelib aytamanki, shu mehmonxonadan chiqib kelayotganda hammani qo'liga vizit kartalar beriladi. Va o'zimni hammaga nomerimni tarqataman. Agar yo'qolib qolgan holatda ham bir xavotirga o'rin yo'q deyman, chunki sizlar Alloh taoloning baytida ko'proq mehmon bo'lyapsizlar deb ziyoratchilarimizga shunday bir tavsiyalarni beramiz. Vaqtlarini mehmonxonada o'tkazib qo'yishadi. Men yechim beramanki, ziyoratchilarimizga ko'proq vaqtlarini haramda, Ka'ba muazzamada o'tkazishlarini tavsiya beraman. Samolyotga chiqishdan oldin bir tafakkur, tadabbur qilib, qanday joyga kelayotganini his qilishligi. Ya'ni Madinaga birinchi bo'lib Rasululloh alayhisalom mehmoni bo'ladi. U joyda odob saqlashligi va Rasululloh alayhisalomni shaharlarida doimiy ravishda ibodatda bo'lishligini tavsiya qilamiz.